Aziz do'stlar, bizada yutuqlarimiz ham juda ko'p. Shunga qaramasdan bizada yo'qotishlar ham bo'ladi. Bu dehqonchilikda, qulupnay biznesida yo'qotishlikda bu kunning qizib ketishi, koreyskiy navlarda kunning qizib ketishi natijasida mana shunday qulupnaylarimiz juda achinarli quyosh urish. Mana quyoshning bugunlik 30 graduslik issiqda bizda Surxondaryoda Denov tumanida shunday issiq pagoda bo'ldi. Mana qulupnaylarimizni quyosh tegmaydigan tomoni mana chiroyli, qani bironta mevasiga zarar yetmagan, mana chiroyli. Lekin quyosh tegadigan joylar quyoshning kuchi, quyosh urish natijasida mana shunday mevalarimiz yaroqsiz holga keldi. Mana qarang, hozir soya, o'zining soyasi tagida turgan qulupnaylar juda chiroyli, oppoq. Bu qulupnaylarimiz mana o'sha quyosh natijasida bu yaroqsiz o'sha dabdala musur holatga kelib qolgan. Lekin mana quyosh tegmaydigan joylarimiz juda ideal, mana juda ideal holatda, chiroyli, qattiq qizil pishib kelmoqda. Lekin mana quyosh nurlari juda qizitib, plyonkani qizitgan natijasida qulupnaylarimiz quyosh urish natijasida aynib qolyapti. Shuning uchun setka tortish vaqti keldi. Iloji boricha mana shunday kun qizgan vaqtlarda o'sha setkamizni tortishimiz kerak. 55% plyonkani ustidan setkalarni, quyoshdan himoya oluvchi setkalarni, soya qiluvchi setkalarni tortishlaringizni tavsiya qilaman. Bo'lmasam mana shunday bizaga o'xshab quyosh urishi mumkin. Bu hech qanday kasallik emas, bu hammasi quyoshning natijasi. Quyoshning mana shunday kuchlari juda qizib ketgan natijasida shu ahvolga kelib qoldi. Shunday ahvolga bir pushta agatimiz, quyosh tomon ko'rgan pushtalarimiz hammasi mana shunday yaroqsiz ahvolga kelib qolyapti. Mana pishmasdan даже xomlari ham shunday qizib ketish natijasida yaroqsiz ahvolga kelib qoldi. Soya qilish kerak, salqin qilish kerak.